Samolyot va yurak kasal. Balandlikka chiqqanda yoki samolyotda uchganda yurak qon tomir kasallari bor bemorlarda nimalar kuzatilishi mumkin? Birinchidan, balandlikka chiqilganda kislorodni parsial bosimi pasayadi. Shuning hisobidan qondagi kislorod miqdori ham pasayadi. Bu yurakni reflektor ishlashini tezlashtiradi hamda qon bosimini 5 dan 15 mm simob usunigacha ko'taradi. Shuning uchun ham qon bosimi bor bemorlarda давленияsi ko'tarilishi mumkin. Ikkinchidan, qonni reologiyasiga ta'sir qilib, oyoqni chuqur venalarida tromb xavfini oshiradi va tromboembolik asoratlarning kuzatilish ehtimoli oshadi. Uchinchidan, qonda adrenalin miqdori oshishi hisobidan aritmiyalar xavfi, yurakning xurujlar soni oshishi mumkin. Shuning uchun ham samolyotda uchishga tavsiya etilmaydi kimlarga? Birinchidan, o'tkir miokard infarkti agar asoratlanmagan bo'lsa 2 haftagacha, agar asoratlangan bo'lsa 6 haftagacha. Insult 3 kungacha, aorta koronar shuntlash amaliyoti o'tkazgan bemorlar 1 oygacha, avj olib boruvchi stenokardiyasi bor bemorlar, kontrol qilinmagan aritmiyasi bor bo'lgan bemorlar hamda yurak yetishmovchiligini dekompensatsiyasidagi bo'lgan bemorlarda samolyot qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling. Yurak qon tomir kasallari bor bemorlar, 40 yoshdan oshgan bemorlar samolyotda uchishdan oldin kardiolog konsultatsiyasidan o'ting.